holatda o'zingizlar ko'rdinglar. Shu to'xtab turgan transport vositalariga jarima kelgan to'xtab turgani uchun. Nima? Bekatlar to'xtab turish mumkin emasmi? To'xtash mumkin emasmi deyshadi. Qaranglar. To'xtab turish mumkin emas, lekin to'xtashi mumkin. Yo'l harakat qoidalarini 91-bandiga binoan agar yo'nalishli transport vositalariga xalaqit bermasanglar, kelasizlar bekatlarda, odamlarni tushib chiqarasizlar, yana ketasizlar. O'shanda ham to'xtash taqiqlangan belgisi yo'q va sariq chiziq, ya'ni to'xtash taqiqlanganlarga chiziq ham bo'lishi kerak emas. Mana unda mumkinlangan xalaqit bermasanglar, yo men xalaqit berar ekanman, yo tashab ketmoqchiman transportimni deydigan bo'lsanglar, unda 15 mil masofa oldin, 15 mil masofa keyin to'xtashinglar va to'xtab turishinglar mumkin bo'ladi. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Bekatda taqiqlovchi belgi bo'lmasa, xalaqit bermasanglar, odam tushib chiqarishingiz mumkin. Qoidalarga rioya qilinglar. Videolarimiz manfaatli bo'layotgan bo'lsa, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin.